Assalomu alaykum. Ro'za ayyominglar muborak bo'lsin. Qilayotgan xayr ihsoninglarni Allohning o'z dargohida qabul aylasin iloyim. Inshaalloh yaxshi kunlarda mana elimizga, xalqimizga to'ylar yarashadi. Xonadoninglarda yaxshi kunlarda san'atkorlar boshchiligida xizmatda bo'lishlik nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Biz o'zimiz kelmaganmiz, fursatdan foydalanib ajoyib san'atkor, ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ustozimiz ham shu yerdalar. Ustoz, marhamat, keling. Avvalambor assalomu alaykumlar. Ramazon muborak bo'lsin. Xonadoninglarga yaxshi kunlar ko'p bo'lsin-u, mana biz san'atkorlar xizmatda bo'lishlik nasib qilsin. Omon bo'linglar. Yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin deb tursam, galdagi san'atkorimiz boshlovchi yigit dedi. Keyingi san'atkorga ham navbat bering, ular ham shoshib turibdi. Iftorlikka borishlari kerak deb qoldi. Kim desam, muhabbat kuychisi Anvar Sanayev. Assalomu alaykum Anvar aka. Assalomu alaykum. Jonli qo'shiq aytib bermasak bo'lmaydi. Men sevgiga ishonaman, ishqingda kuyib yonaman, gohida devonaman, qarsaklarga ishonaman degan payti aziz tomoshabinlar qarsaklar chalib qo'yasizlar. Bizda galdagi san'atkor qalpoq ko'rsatuvini ajoyib solisti Maray Mamat tog'a. Tog'a xush kelibsiz. Omonmisizlarmi, charchamayapsizlarmi? Diydoring qursin, farmon nimamush? Manam boraman. Yo, sen qaqa borasan iftorlikka? Yo, qiziq odam ekansan. Kim senga iftorlik qilyapti? Yig'ilish yo'q. Yo, sen bormaysan. Sen borsang o'sha ham bitta fitna chiqarasan deb arashtirib keldim. Yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin. Maray Mamat parazit. Yo, diydoring qursin, Alfiya, salom shu yerdasan deb ko'p emas. Yuzinglarga oz muncha kulgu tabassum baxsh etgan bo'lsak, bizdan baxtiyor inson yo'q. Aytishadi-yu, eski do'stlar, boshimning toji ular. Qimmatli vaqtinglar ayamasdan kuzatganinglar uchun katta rahmat. Ramazon ro'zasi, Ramazon oyi muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar.